Assalomu alaykum ahli YouTube. Yaxshimisizlar? Mana bugun mel bo'lmadi, loy sepyapmiz. Osmonda tepani ko'rgan bo'lsangiz, loyda tuproqqa gungni qo'shib, svej gungni sevib chiqyapmiz. Harorat ko'tarilib ketyapti. Mana hozir sepilmagan taraf ko'rsaman. Sepilmagan taraf. Juda issiq. Quyosh bizda tashqarida 30 gradus ketyapti. Shuni hisobiga loy sepmasak bo'lmadi. Majbur bo'ldik. Qulupnaylar ezilish boshladi. Qanday ezilyapti? Mana bunga issiq tegadi. Issiq tekkandan keyin mana bu issiq, mana bu qulupnay tekkan joyi, salfam bilan birlashgan joyida sug'urib tashlaydi. Buni olib borib qo'yasiz, mana bu yer oppoq bo'lib qoladi va eziladi. Shuning uchun e'tiborli bo'lish kerak ekan. Mel foydasi yo'q ekan. Bizda sharoitda, endi Toshkentda bilmadim. Bizda sovib ketdi-da, 30 gradusga chiqib ketdi. O'shaning hisobiga loyiqa sepish kerak ekan. Ko'rgan bo'lsangiz, mana salqin, yerlar salqin bo'ldi. Ventilyatorlar ham ishlab turibdi. Qisman ancha yordam qilyapti. Shamol sirkulyatsiya qilib turibdi. Ancha harorat mo'tadil bu yoqda. Mana yoqda 35-40 bo'lsa, bu yoqlarda 25-27 gradus bo'lishi kerak. Hozir graduslarni ko'ramiz. 30 gradus ekan bu yer. Yo'lda teshik yo'q, shuni hisobiga 30 o'rtalar yaxshi bo'lishi kerak. Shunaqa gaplar. Mana bu yerlar yoqqa qaraganda salqin. Mana ventilyatorlar ishlab turibdi. Shamol aylanyapti. Mana qulupnaylarimiz boya terim bo'ldi. Terim bo'lgandan keyin ham baribir shuna qizarganda yo'q turibdi. Ya'ni ertadan keyin terim qilamiz. Mana terib olgan qulupnaylarimiz. Şöyle где-то 150 kilo var. Bo'shagan ko'rsatinglar, bo'shagan qulupnaylarimiz. Mana sartrovka bo'lyapti. Qanday bo'shagan? Ko'rgan bo'lsangiz mana. Salafan urib yumshatib tashlayapti. Shunaqa qilib qo'yadi-da. Erta bu borguncha Toshkentga yo'liga suv chiqib qoladi. Bu pishib o'tib ketgan ekan. Quyosh nuri shunaqa qilib tashlaydi. Shuning uchun maslahatim, issiq bo'lsa loy sepinglar. Mana yaxshilar buni. Qip-qizil, hech qayerda hech narsa qilmagan. Barg tagida turgan bo'lsa kerak bu. Yaxshi bo'lib turibdi. Это твоя?